agar masalan yapon restoraniga kelsangiz, yapon do'stingiz bilan o'sha ichimlikni olib, o'shanda qilsangiz, ular ham sizga ichimlik, yaponlarda ham o'sha yoshligidagi xotiralari. Degan ancha yillardan beri turgan. Mana yapon. Hop, bittada ochdim. O'sha shaharga ichiga tushib ketdi. Yaponiyadagi eng mashhur o'sha bolalarning yoshligini, hammaning yoshligini eslatadigan drink. Mana ko'rib turganingizdek, o'sha ichini ko'rsatinglar boyagi joyini. Mana shu yerda sharik, ya'ni bunday mana bu narsa turadi. Mana shu narsani. O'shani yoshligida ko'p ichganda, har bir Yaponiya restoranlariga keladigan odamlar mana shunga qiziqib, mana ichib bo'lgandan keyin ko'pchilik o'shani ochishadi, mana bu tarafini. Keyin bu yoqqa chiqarib olishadi va yig'ib qo'yishadi. Qulupnoy ta'mli dedi. Qulupnoy ta'mli mana, proba boshlandi. Taassurotlar? Gazli suv. Gazli suv. O'zimizda O'zbekistonda qandaydir napitkalar bo'ladi-ku, shundaylar. Qandaydir o'xshab ketadi o'sha narsalar. Yoshligingizdagi yupi ichirgan desa bo'ladi. Yo'q, yupilardan ancha yaxshi ta'mi. Yo'q, lekin o'sha qanaqadir xotirani eslatadigan. Yaponlarda ham xuddi shunaqa. Uzoq yillik tarixi borga o'xshayapti, lekin bu yerda yozilmagan ekan. Mana yaponcha yozib qo'yibdi. Ochilish joyini ham ko'rsatib oling, qanaqa ochilishini o'shani yaqinroq qilib. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu ustidagi joyini bosasiz, keyin o'sha ochiladi, sharik ichkariga tushadi. E'tibor bersangiz, sharik o'rtada turibdi.